PUBG Mobile o'yini uchun zo'r ishlaydigan, ammo narxi o'ta qulay narxda bo'lgan telefonlardan bormi deb so'ragan mijozlarimiz uchun bugun 4 tasini tayyorlab qo'ydik. Hozir sizlar bilan shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan telefonlarimizni mana shular ko'rib turganingizdek, hozir bitta hammasini ichlaridagi xarakteristikasini, xotirasini, holatini birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, ushbu birinchi bo'lib ko'rsatilgan telefonimizning modeli Redmi dan Note 8 Pro. Narxi 1.30.000 so'mga chiqargan. Xotirasi 64 GB, operativ versiya esa, ya'ni RAM 6 GB ni tashkil etar ekan. Holatini ko'radigan bo'lsak, unchalik yomon emas, ishlatib qo'yishga arziydigan. Ideal ham deb bo'lmaydi, lekin o'yin uchun bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, yozilgan to'g'rimi yoki noto'g'ri? Buni ham bitta tekshirib qo'yamiz. Xotirasi ko'rib turganingizdek 64 GB chiqyapti. Xo'p, operativ versiya esa, ya'ni RAM 6 GB. To'ppa-to'g'ri. Sinashda olsa bo'ladi. 1.30.000 so'mga chiqar ekan. Keyingi modelimiz ham xuddi shu Redmi Note 8 Pro dan holati nisbatan yaxshiroq, xotirasi ham kattaroq ekan, 128 GB, operativga 6, narxi 1.130.000 ga chiqar ekan. Hozir ichini ko'ramiz. Xo'p, operativga 8 ekan bunda. Bu yerda 6 deb adashib yozib qo'yilibdi, lekin operativga 8 ekan. Xotirasi esa 128 GB. Holatini ko'rishingiz mumkin. Holati menimcha zo'r holatda saqlangan. Bular albatta ikkita sim karta bo'ladi, emaillar ro'yxatdan o'tgan holatda bo'ladi. Keyingi modelimiz Xiaomi 11 Lite 5G variantidan ekan. Hop, bu telefonimiz narxi 990.000 so'mga chiqar ekan. Xotirasi 128 GB, operativga esa 8+4. Hozir ichidan tekshiramiz. Hop, operativga 8+4 to'g'ri. Xotirasi ham 128 GB to'g'ri. Nima sababdan arzon deb so'ragan mijozlarimiz uchun mana ko'rishingiz mumkin. Chetida sarg'ayib qolgan joylari bor. Bu almashganligidan emas, bu zavodskiy holatda anchadan beri uzoq muddatda mana shunday ishlatilganligi sababli tushib qoladi, lekin hech qanday ziyon yo'q, ishlatib qo'ysa bo'laveradi, garantiyasi bilan beriladi albatta. Holat ham unchalik yomon emas. Aytmoqchi, korobka dokumentlari ham bor, bonusiga zaryadnik ham qo'shib beriladi. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? So'nggi bo'lib ko'rsatilgan telefonimiz ham Xiaomi dan 11 Lite 5G deb nomlangan model. Buni narxi 1.220.000 so'mga chiqadi. Xotirasi 128 GB, 8+4. Qimmatroq chiqishligini sababi holati yaxshiroq. Vobshetda bo'lganda o'zi arzon narxda, lekin bundan oldingi modeldan ko'ra qimmatroq. Ko'rishingiz mumkin, holati o'ta ideal holatda. Buni ham ichidan xarakteristikasini tekshirib qo'yamiz. 8+4 operativga, xotirasi 128 GB. Albatta bu ham ikkita sim kartalar emailga ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. 30 kun davomida har bitta telefonimizga garantiya qilib bera olamiz. Agar ushbu telefonlarimizdan qaysi biri sizga ma'qul keladigan bo'lsa, qaysi biri sizni qiziqtirgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, pochta orqali dastavka qilib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Telefonning pulini albatta yetib kelgandan so'ng to'lov amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu tarafdan hech qanday muammo bo'lmaydi. Qo'rqmasdan bemalol xotirjam xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.